Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Do'stlar, xususiy patologiya kursidamiz. Bugun siz bilan ko'rib chiqadigan kasalligimiz, ya'ni o'pka, yuragi xastaligi bilan tanishib chiqamiz. Aynan u kasalligini ta'rifi, etiologiyasi, patogenezi, makro-mikro ko'rinishi va kasallikni oqibati, undan tashqari differensial diagnostikalari haqida ham gaplashib chiqamiz. Xo'p, ko'rib pulmonani, ya'ni o'pka, yuragi nima sababdan bunday atalyapti? Kasallik o'z aslida o'pkada ketadimi yoki yurakda ketadimi yoki ikkalasi ketadimi? Aynan mana shu savolimizga bugun javob olamiz. Bu kasallikda ko'rib pulmonida bu, ya'ni o'ng qorinchani kengayishi yoki gipertrofiyasi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Organizmda shu yurakda yana bir takrorlab o'tadigan bo'lsak, yuqorida bo'lmachalar, pastda qorinchalar bor. O'ng va chap bo'lmacha, o'ng va chap qorinchalar tashkil topgan. Bu aynan o'ng qorinchani kengayishi yoki gipertrofiyasi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanar ekan. Bu kasallikning asosiy sababi sifatida o'pka kasalliklari yoki o'pka qon tomir tizimida qarshilik oshishi, o'pkada ma'lum bir patologiya bo'ladigan bo'lsa, o'tgan darsda siz bilan gaplashdik, pnevmosklerozda aynan o'pkada yetuk biriktirish to'qimi o'sib ketishi natijasida qon tomirlarini siqib qo'yar edi va o'pka gipertenziyasi rivojlanardi. O'pka gipertenziyasi esa rivojlanib borib, do'stlar, aynan o'pka yuragi xastaligini keltirib chiqarish to'g'risida o'tgan darslarimizda qisqacha ma'lumot bergandik. Aynan mana bunda ham aytyapmiz, tomir tizimi qarshilik oshishi kerak, mana to'sqinlik qilish kerak qon oqimiga. Bu esa pulmonar gipertenziya deyiladi. Aynan ana shu natijasida kelar ekan. Xo'p, eslab qolishimiz kerak. Ishemik yurak kasalliklarida yoki chap yurak yetishmovchiligidan kelib chiqqan yurak yetishmovchiligi ko'rib pulmonali hisoblanmaydi. Aynan bunda o'pkadagi muammo bo'lishi kerak. O'pka qon tomirlarida, ya'ni o'ng qorinchamizdan trunkus pulmonaris, ya'ni rivojlanib chiqadigan qon tomirida, ya'ni o'pkaga boradigan qon tomirlar bor edi. Aynan ana shunda xastalik kechishi kerak. Yurakning chap qorinchasida yoki boshqa holat yurak o'zida rivojlanadigan bo'lsa, kengayib ketadigan dilatatsiyalar kuzatiladigan bo'lsa, yoki chap tomonda. Bu ya'ni bu xastalikka aloqadorlik emasligini ta'kidlab o'tyapmiz. Kasalligimizning etiologiyasi surunkali obstruktiv o'pka kasalligi. Bunda o'sha o'pka emfizemasi va surunkali bronxit kasalligi ikkalasi kombinatsiyasi natijasida rivojlanadigan kasallik. Keyingi video darslarimizda tushuntirib o'tamiz. Undan tashqari o'pka fibrozlari, idiopatik yoki sekundar fibrozlar rivojlanishi kerak. Ya'ni qattiqlash, fibrozlanib ketishi mumkin. Va pnevmokaniozlar, har xil turdagi silikozlar, changlar natijasida rivojlanadi bu kasallik. Asbestozlar natijasida o'pka yuragi rivojlanishi mumkin ekan. Va pnevmoniya ko'p hollarda o'tkir ko'rib pulmonani chaqirishi mumkin. Ya'ni pnevmoniyada ham o'sha qon tomirlarida o'zgarishlar bo'ladi yog'lanish natijasida. Shuni hisobidan o'pka yuragi rivojlanar ekan va sarkoidoz, kam hollarda sarkoidoz natijasida o'pka yuragi kelib chiqishi mumkin ekan. Xo'p, kasallikning patogeneziga to'xtalamiz. Patogenezni asosiy aytadigan bo'lsak, ketma-ketiga ko'radigan bo'lsak, o'pkada kasallik rivojlansin, ma'lum bir kasallik. Mana o'z sanaganlarimiz, aytaylik, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi, Hobel kasalligi, fibroz rivojlansin, aytaylik, pnevmosklerozlar rivojlansin. Nimadir rivojlansin-da, bu alveolalarni gipoksiyaga uchratsin. Alveolalarda ya'ni o'zgarish bo'ladi, qaytar-qaytmas o'zgarishlar rivojlanadi. Bu esa mana pulmonar arteriyalar vazokonstruksiyasini chaqiradi. Ya'ni alveolar gipoksiya rivojlangan natijasida shu qon tomirlar nima bo'ladi? Torayadi, ko'proq yetkazib berish uchun. Va o'pka qon tomir qarshiligi oshadi. Biriktirish to'qimi o'sadi, nimadir qon tomirni ezib qo'yishi mumkin, shikastlashi mumkin yoki o'sha o'pka qon tomirining ichida o'zida nimadir patologiya ketishi mumkin. Bu esa o'sha qon tomir qarshiligini oshiradi. O'ng qorinchaga ortiqcha yuk tushadi. Chunki nima bo'lyapti? Alveolar gipoksiya bo'lyapti. Gipoksiya bo'lgandan keyin yuragimiz nima qiladi? Kompensatsiya mexanizmi ishtirok etadi-da, aytaylik, o'sha ko'proq qonni yetkazib berishlik kerak. Qon tomirlarini toraytirib, ko'proq qonni yetkazib berishga urinadi. Bu ortiqcha yuk degani, bu yuklama tushyapti degani. Va o'ng qorincha gipertrofiyasi rivojlanadi. Ko'p ishlavergandan keyin mushaklarimiz ham zarga borganimizdan keyin trenovkadan keyin ishlaydi-ku. Yuragimiz mushakli a'zo. Aytaylik, o'sha ko'p miqdorda ishlayapti, o'ng qorinchaga yuklama tushyapti, ko'p qisqarib bo'shashyapti. Bizda gipertrofiya rivojlanadi va bu natijasida gipertrofiya va kengayish kuzatiladi. Birinchi gipertrofiya boshlanadi, u ham davom etadigan bo'lsa,
miyagen yoki tanaga dilatatsiya kuzatiladi. O'sha o'ng qo'roncha ichi bo'shlig'i kengayib ketib qoladi. Va bu o'ng yurak yetishmovchiligini vujudga keltirar ekan. Muhim mexanizmni eslab qolishim kerak. Ya'ni gipoksiya bo'ladi, vazokonstruksiya bo'ladi. Pulmonar arteriyada intima fibroz medial gipertrofiyasi kuzatiladi. Ya'ni o'pka arteriyalarida ma'lum bir patologiya rivojlanadi. Mikrotromblar, emboliyalar rivojlanishi mumkin va o'pka kapillyar to'siqlari qalinlashadi, gaz almashinuvi buziladi. O'pkani funksiyasi buzilyapti. Deylik, undan keyin esa o'ng qo'roncha devori qalinlashadi, kompensatsiya bo'ladi, yetkazib berishga harakat qiladi. Bu davom etib ketadigan bo'lsa, dilatatsiya kuzatiladi. Kontraktil funksiyani pasayishi kelib chiqishi mumkin. Buni patogenezda hozir deylik, mana mexanizmni ko'rib chiqdik. Ya'ni zanjiri aynan mana shundan tashkil topgan. O'rta darajada qiyin emas. O'pkada kasallik rivojlansa va gipoksiya bo'ladi. Mana shunday ketma-ketlikda hozir gaplashganimizga rivojlanib boradi. Xo'p, kasallikni makroskopik ko'rganimizda o'pkada qanday o'zgarishlar bo'ladi? O'ng qo'roncha qalinlashgan, hipertrofiyalangan. Qalinlashadi-da, u davom etib ketadigan bo'lsa, keyin u kengayib ketadi. Dilatatsiya boshlanadi. Ya'ni devorning qalinligi 5 mm dan oshib ketib beradi yoki kamayib ketib qoladi. Yurak massasi oshgan, chunki kattalashgani hisobiga. O'ng bo'lmacha kengaygan bo'ladi. Ya'ni o'ng bo'lmachani ko'radigan bo'lsak, kengayganini kuzatishimiz mumkin. O'pka arteriyasi kengaygan holatda bo'ladi. O'pka shishgan, fibrotik jigarrang rangga kirgan, ya'ni gipoksiya natijasida gemosiderin to'planishi natijasida to'q jigarrang rangga kirib ketar ekan. Endi o'tkir yoki surunkali holati qanday bo'ladi? O'tkir korpuslarda o'ng qo'roncha kengaygan, lekin qalinlashmagan bo'ladi. Tezda rivojlanadi. Masalan, massiv o'pka emboliyasida. Hop, aytaylik, o'pka emboliyasi natijasida ko'proq kislorodni yetkazib berish natijasida tez ishlaydi yuragimiz. Aynan shu hisobiga kengayib ketadi, lekin qalinlashmagan, gipertrofiya, dilatatsiya bor, kengaygan, lekin qalinlashmagan. Endi surunkalisida endi bu ham gipertrofiyalanadi, ham yurakning massasi oshadi, ham yurakning bo'shliqlari kengayganini ko'rishligimiz mumkin bo'lar ekan. Mana aytaylik, mana o'ng qo'roncha. Hop, bunday bo'lganimizda mana yuqorida mana qo'ronchalar, bo'lmachalar, pastda mana qo'ronchalar ko'rishimiz mumkin. Biz mana bu haqida gaplashyapmiz. Aynan ko'rib turibmiz, aynan kengayib ketganligini. Mana keng holatda mana devorlari mana qalinlashgan holatda mana turibdi. Mana shu yerda, mana bu yerdan qon tomir chiqadi. Bu esa bunday bo'lib o'pkalarimiz ham nima qiladi? Tarqaladi. Mana bu yerda ham ko'rishligimiz mumkin bo'ladi, kengayib ketganligini. Xo'p, demak, endi mikroskopik ko'rganimizda nima bo'ladi? Mikroskopik yurakni qaraganimizda o'ng qo'roncha mushak tolalariga hipertrofiyasi kuzatiladi. Mushak yadrolari kattalashgan, fibroz o'choqlar ko'rinadi yog'lanish bo'lgandan keyin. Dilatatsiya bo'lsa, to'lalar orasida interstitsial o'zgarishlar, fibrozlar kuzatilar ekan mikroskopda qaraganimizda. O'pkadagi o'zgarishlar. O'pkada pulmonar arteriolalarda, ya'ni arteriolalarda ko'rishingiz mumkin bo'ladiki, medial gipertrofiya, intimal fibroz, arteriyalar devori qalinlashgan, arteriyalarimiz devori qalinlashib ketgan bo'ladi, elastik laminalar qalinlashgan bo'ladi. Hop, endi arteriyadan tashqari kapillyarlarda nima bo'ladi? Kapillyar qon tomirlarimizda alveolar devorlarida fibrozlar boshlanadi. Hemosiderin to'planishi jigarrang induratsiyasi kuzatilar ekan. O'pka to'qimasida bo'ladigan bo'lsa, o'pka to'qimasida surunkali gipoksiyaga oid o'zgarishlar yoki fibroz sirkulyatsiyasi bo'lishi kuzatiladi. Va o'tkir emboliyada tromb materiallari lyumen ichida ko'rinar ekan. Mana o'shalarni sani mikroskopik ko'rishingiz mumkin. Xo'p, endi kasallikni klinik oqibatlari, asoratlari nimalarni tashkil etadi? Xo'p, o'ng yurak yetishmovchiligi rivojlanadi. Bu haqida gaplashdik. Ya'ni bunda shishlar, ayniqsa pastki oyoqlarda yurak yetishmovchiligi natijasida shishlar, periferiyalar shishlar kuzatiladi. Gepatomegaliya kuzatiladi, ya'ni jigarni kattalashganligini ko'rishligimiz mumkin bo'ladi. Asid jigar yetishmovchiligi hisobidan asid bo'yin venalarining shishi kuzatilar ekan. Surunkali gipoksiya oqibatlari esa politsitemiya, tromboembolik asoratlar va o'pka fibrozlanishi kuzatilar ekan. Va albatta yurakning o'ng qo'ronchasi, yurakda patologiya ketgandan keyin yurakning ritmi buziladi. O'lim sabablari ko'pincha aytaylik, yurak yetishmovchiligi va massiv o'pka emboliyalari, og'ir respirator yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin. Kasallikni differensial diagnostikasi sifatida aytishimiz mumkinki, chap yurak yetishmovchiligi sabablari rivojlanganda o'ng yurak kengayish hipertrofiyasi rivojlanishi mumkin. Kardiomiyopatiyalar bilan, bundan tashqari ko'p hollarda surunkali obstruktiv o'pka kasalligi bilan bog'liq yurak o'zgarishlarini ajratib olishimiz kerak ekan. Shular bilan differensial diagnostika qilishimiz mumkin ekan. Demak do'stlar, qisqacha vaqt ichida biz siz bilan kasallikning ta'rifi, patogenezi, zanjirini ko'rib chiqdik bosqichma-bosqich.
Undan keyin esa uni makro mikro ko'rinishi, kasallikning oqibat asolati va differensial diagnostika haqida ma'lumot berishga harakat qildim. U darajada bir chuqurlashtirilgan holatdagi yoki bunaqa material emas. Ma'lumotlarni shunchaki mana shu yozilganlarni o'zini eslab qoling va shundaycha tushunib oling. Sizga albatta klinikaga borganingizda aytaylik korpulmonali bilan og'rigan hastali bemorlarni yo bo'lmasam o'sha o'pka kasalligi bilan og'riyotgan bemorlarda o'sha Hubble kasalligi bor bemorlarga siz tushuntirishingiz mumkin yoki tushunishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana shunday kasallik rivojlanishligi mumkin. Ya'ni patogenezi qanday bo'ladi, bosqichma-bosqich qanday holatda bo'ladi, zanjirni o'rganib olsangiz, bu albatta sizga klinikada foydasi tegadi. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'ling.